Assalomu alaykum, hurmatli dugoshlar, kelin-poshshalar, yaxshimisizlar? Yaxshi yuribsizlarmi? Tinchmisizlar? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Bayramlarni yaxshi o'tkazib oldinglarmi? Qo'shalo bayramlarni. Hozir o'tiruvdim, choy ichib, kelin bilan. Oyijon, shu gaplarimizni ham oling, ani shoshib o'tib ketyapmiz. Ovqatali og'iz ochiladigan paytlarga to'g'ri kelib qoldi. Shoshib qolamiz. Erkaklarimiz kelganda biz hamma ishni yig'ishtirib erkaklarga qaraymiz-da. O'shunaqa paytlarga to'g'ri kelib qolganda hali qisqa bo'lib ketyapti. Bugun endi erkaklarning ko'chada hammasini o'zini ishi bor ekan. O'shanga jim-jim hozir chaqaloq baqaloqlarni kirgizib bolalarni yig'layotgandi, uxlayman deb kirgizib kichkina kelinim bilan choy ichib o'tiruvdik. Oyijon, shu gaplarimizni oling. Savol kommentariyalarda ko'p savollar berishgan, shularga javob bering deb qoldi kichkina kelinim. Qiziqarliroq bo'ladi boshqa anaqalardan ko'ra. Shunaqa dedilar, lekin men aytdim, farqi yo'q. Baribir choy ichib o'tiribman, tinchgina. Qo'ysiz qo'yib yuboring dedim. Choyimni ichib choy quyib bering. Shunaqa gaplar. O'zinglar tinchmisizlar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Xonadonlar hammasi tinchmi? Sog'lik salomatliklar yaxshimi? Eson-omongina ro'za Ramazonlardan chiqib oldinglarmi? Biz ham eson-omon chiqib oldik. Mana sekin endi o'tiramiz. 3 kun 4 kun dam bo'ldi. 3 kun 4 kun damda o'zimizning ishimiz bor edi, hammamiz shu ishlarimizni qildik. O'tiramiz. Kalla pishirgan, kallani ham tez pishiribmiz-da, ko'p narsasini aytmay qo'yibmiz. Hali o'qib kommentariyalarni o'qib chiqdim-da, kommentariyalarda rosa yaxshi yozibsizlar. To'g'ri savollar beribsizlar ham, nima deydi? Qanchada pishirdingiz, tozalanganmi, necha pulga oldingiz? O'g'lim olib kelib berdi, 800 ming dedimi? Bitta kalla 4 ta oyog'i bilan 800 ming dedi shekilli. 800 mingga tushdi molli kallasi dedi. Kuydirilgan tayyor kalla olib keldi. Mana tishlari olinmagan, faqat kuydirib bergan, ana qilib. Keyin biz xo'jayinim bilan xo'jayinim tishlarini tushirib, bo'lib berdilar. Yuvib tarab, ertalab soldik. Hayit ikkinchi kuni soldik-da, yo'q, hayit birinchi kunimi? Navro'z kuni soldik. Hayit ikkinchi kuni, Navro'z kuni ertalab anaqa nima deydi, Qur'onni o'qib, hammasini как положено deydi, shunaqa qilib soldik. Choy ichib oldik. Shirinlik yuvdim. Holva bor ekan, Ismoiljon? Yo'q, holva yemayman. Tozalangan kalla olib kelindi, 800 mingga 4 ta oyog'i bilan. 4 ta oyog'ini olib qoldik, solmadik, chunki go'sht o'zi bitta kalladan 23 kilo chiqdi. 23 kilo go'sht bo'lar ekan. Necha soat pishirdingiz deganlarga. Ertalab soat 8 da qo'ydim birinchi qaynatishga, ikkinchi qaynatishga 9:30 10da 11larda qaynab chiqdi. O'sha ikkinchi qaynatishim 11larda qaynab chiqdi. Shu bilan 5 ta uje xil bo'lgan ekan. Chunki molani yosh ekanmi bilmayman, mencha yosh mol bo'lsa kerak. Tez pishdi demoqchiman-da, bir xil kallani qaynataverasan. Anaqa yaxshi pishib berdi. Suvni sho'rroq qildim, чтобы go'shtlarga o'tsin deb. Go'shtlarni ham yesangiz maza qilasan, sho'rtengina bo'lib pishibdi. Ustida yog'ni bitta kasilkachaga oldim suv bilan-da shilpildoqqa. Men o'zim shilpildog'ini yaxshi ko'raman, go'shtdan ham biri. Biz ayollar shilpildog'i bilan qilib yedik, erkaklarga go'sht qilib berdik. Go'sht yeyishsin dedik. Maza qilib yedik. Shu to'g'ri aytdimmi? 800 mingga olganda 4 ta oyog'i bilan. 4 ta oyog'i. 4 ta oyog'i bilan bozordan zakaz qilib qo'ygan. Shu zakazimizni bizlarni anaqaga to'g'ri kelib qoldi. Hayitga to'g'ri kelib qoldi. Sveji olib keldi, so'yilgan sveji kuydirib soldik. Zakaz qilib qo'ygan ekan o'g'lim. Mazza qilib yedik. Nafaqat biz yedik, yaqinlarimizga ulashdik. Hamma Qur'on o'qib yedik, rahmat deb aytishdi.
hali ham bor. Hali ham bor, hali dis bo'lib qolgan. Go'shtlarni kesib kastelkaga solib qo'ysak, qotib, ana juda chiroyli xalades bo'lib qolibdi. Erkaklarga kesib beryapmiz, yeyishyapti. Maza qildik xullas. O'zi niyatim meni Navruzda halim qilish edi. Halim qilmoqchi edim, o'g'lim ona zakazim kelibdi, nima qilaydi dedi, ha mayli kelgan bo'lsa sakini qilamiz birinchi dedim-da, kalla sovardik. Xudo xolisa halim ham qilaman. Halim ham sizlarga ko'rsataman. Halim qiladiganlar bormi oramizda? Hurmatli obunachilar, qanaqa qilasizlar? Kommentariyalarda yozib yuboringlar sizlar ham. Hammani o'zini ish uslubi bo'ladi. Hammani deydimi? Menyusi deydimi? Yo'q, hammani o'zini ish uslubi bo'ladi. Hamma bitta ovqatni har xil pishiradi. Hozir kelinlar bilan choy ichib o'tiramiz. Bolalar uxladi shekilli menimcha. Shirinliklar qo'yib, ichib o'tiramiz jimjit, ovqat yeb bo'lib. Bo'larkan, bo'lasizmi? Ha, ana bolalar uxlasa bayramda bizga. Ko'chib bosib ketamiz. Shu bolalar uxlagandan keyin sal bemalol bo'lamiz. Kim qo'l meva yeydi, kim shirinlik yeydi, kim suv ichadi, mashaq qilib, kim choy ichadi o'tiramiz. Ba'zi bir keyin yana bittasi yozibdilar, negativchilar deysiz, shunchalik negativchilar ko'pmi? Negativchilar ko'p emas, просто negativchilarga gap topilsa, o'sha negativchilar bilan qiziq. Negativchilar baribir gapiradi-da, undan oldin o'zim gapirib qo'ya qolay deb etdim. Unaqa jay ko'p emas. Endi bo'ladi, bitta ikkita bo'ladi. Nimadir gapimiz, nimadir ishimiz, nimadir anaqamiz yoqmaydi. Sansirelab yozadiganlar ham bo'ladi. O'zini katta tutib, hali hamma ham qotirib qo'yganlarda yozadiganlar bor. Hammani ko'ngli Bir xilli o'zidan kelib chiqqan biza ortiqcha bir anaqa emas. Hayotimizdagi, uyimizdagi bor narsani ko'rsatamiz. Oshirishi ham, toshirishi bilmaymiz. Hali asobiy idish tovoq tutmaymiz, asobiy bozor qilib kelmaymiz. Bozorimiz tugadimi, bozor qilamiz. Idish tovoqlarimiz Xudoga shukr yetarli. Bir nima deydi? Nimaga chiqamiz? YouTube'ga chiqamiz. Blog olish kerak ekan, bir narsalarni o'zgartirmaganmiz shu paytgacha. Borimizcha chiqamiz. YouTube bizga pul to'lamaydi, naburtik blokka tushib qolganmiz hozir. 3 oydan beri blokdamiz. $1 ham to'lamaydi. Shuning uchun bu prosta sizlarni prosmotringlar bizga yoqayotgani uchun biz ko'rib chiqyapmiz xolos. Rosa chiqing deyishgani uchun keyin endi bir xil anaqa o'ylashi mumkin, yana qaytarib aytaman, negativchilik o'ylashi mumkin. Nimaga blokka tushirib qo'ygan buni? Bu bizni 3 oy, 4 oy chiqmadik. Meni onam o'tib qolganlardan hech narsa ko'zim ko'rma, hech narsa yoqmadi, o'zim kasal bo'ldim, u bo'ldi, bu bo'ldi. Shu bilan qolib ketdik biz. O'shaning uchun chiqmaganmiz. Bizani hech kim bloklamagan. Chiqmaganimiz uchun qaysidir nimalarnidir o'chirib qo'yar ekan. YouTube o'zi o'chirib qo'yar ekan. Mana Xudo xayrini bersa berar, bermasa yo'q. Prosta shunaqa bizga qiziqadigan oilalar bor ekan, bizdan motivatsiya oladiganlar bor ekan. Rosti chiroyli gaplar yozishgan, chiqib turing. Juda samimiy, o'zimizani toshkentlicha gapirar ekansiz. Toshkentlikman-da, o'shancha toshkentcha gapiraman. O'shani anaqa qilib, nima desam, shu savollarga javob berish uchun chiqdim. Hali hamma yoq jimjit bo'lganda, ola qolinglar deb kelinim aytgani uchun oldi, kichkina kelinim. Yana qaytarib aytaman, katta kelin ish qilganda kichkina kelin bolaga qaraydi. Bu hozirgi bola sizlarniki ham, sizlar uyladagi bolalar ham shunaqami? Ish qildirmaydi, hali gapga ham ko'nmaydi, so'zingizga ham ko'nmaydi. Bitta odam bola bilan mashg'ul bo'lish kerak. Bittasi tozalaydi, bittasi u qiladi, bittasi bu, hammaga ish yetarli uyda. Shu kelinim, katta kelinim blok olish uchun kichkina kelin ertalabdan kechgacha bola qaraydi. Bola uxlaganda kir yuvadi, ishini qiladi. Katta kelin osh-ovqat qiladi. Kichkina kelinim ovqat qiladi. Endi katta kelinim ko'proq qiziqadi bu narsaga. Shuning uchun o'zim qilaman, o'zim olaman deb aytadi. Bir xilla bor ekan, o'siniz qilmaydimi, nimaga siz qilaverasiz? O'siniz ham ovqat pishirmaydimi? Sanga nima deydigan odam yo'q o'sha paytda. O'ta xo'jayin manman, qaynana manman.
shuni ham gapirib ketay dedim. Har xil nimalardan, nima deydi, qo'ygan bloklarimizdan kelgan savollarni o'pishib aytyapman. Lekin juda ham yaxshi fikrlar bildirganlar ham ko'p. Ovqatni undoq qilsan, bundoq qilsan, nimaga unaqa qilgansan, bunaqa qilgansan deganlar bor. Yana aytaman qaytarib, hammani uyida o'zini osh ovqat qilish uslubi bor. Kimdir piyozni oldin soladi, kimdir keyin soladi. Kimdir tuz soladi, kimdir tuz solmaydi. O'sha men o'zimni uyimdek nima deydi, uslubimni qilaman. Sizlar o'zinglarning uylardagi uslubni qilinglar. Qanaqa qilsanglar hamchi ovqatni uvol qilmay tashamaydigan qilib, erkaklar yeydigan qilsanglar bo'ldi. Eng keragi shu. O'shaning uchun bugun endi o'tirib ana qiluvdik, shoshib qolamiz-da, hali erkaklar kelgandan keyin voy shular ko'yniga qarab ovqatini beraylik, choyini beraylik, hali ortiqcha ish qilmaylik, shularga qarab ko'ynini olaylik deb qilamiz-da, ya'ni bir xillarga o'xshab anta o'tirib turing, qivali oldin, birinchi blok qo'yib oling degan narsa yo'q bizlarimizda. Любой payt, qaysi payt obedga kelib qoladimi, ertalab kelib qoladimi erkaklarimiz, bo'ladi shunaqa случайlar. Ishdan bir nima qilib ish chiqib qolib kelib qolsa, biz hamma narsani yig'ishtirib erkaklarga qaraymiz. Bizning uydagi odat shunaqa. O'tirib turing, kutib turing, to'xtab turing degan gap bizda yo'q. O'shaning uchun любой payt hali olayotgan joyimizdan o'chirib qo'yaveramiz. Oldin o'sha erkaklarni qonini to'yg'izamiz. Ularni nima maqsadda keldi, nima qilmoqchi o'shalarga qarab turib, keyin yana davom ettiraveramiz. Sizlarga yana nima qiziq bo'lsa, kommentariyalarda yozinglar. Like bosinglar deydi-yu. Podpiska bo'linglar. Ko'payaversa yana zo'r narsalar chiqaraveramiz. Xudo xolisa tinchlik, xotirjamlik bo'lib tursa, halim qilaman, halimimni ham qo'yaman. Halim qilishni ham bilaman. Har yili qilaman, har yili. Bu yil endi onam o'tganlar uchun ko'p narsa menga g'alati bo'lib qoldi. Qilgim kelmay, hech narsaga qiziqishim o'lib qolib, keyin hali hamma narsaga vaqt hakam deydi-yu. Vaqt o'tgan sari odamzod o'zini tiklavaverar ekan, hamma narsada tiklavaverar ekan. O'shaning uchun o'zi yana aytibman, 21-marta halim qilaman dedim. Bu kalla zakaz qilib qo'ygan ekan. Kalla kelib qoldi, shu bilan halimni to'xtatdik. Dek, mayli kalla sovora qolaylik dedik. Shunaqa gaplar, hurmatli dugoshlar, kelin poshshalar. Savolinglar bo'lsa, bersanglar bir o'rta-o'rtada shunaqa qilamiz endi. Bir xil nima deydi, shoshib qolamiz-da, ovqat suzadigan bo'lib qoladi, bolalar yig'lab qoladi, bir xil narsalarni gapira olmaymiz. Dimlama qilganimda kimdir nimaga suv solasan degan, kimdir bitta o'ris ayol ham ko'rar ekanlar shekilli, yo'q o'zbek o'rcha yozdilarmi bilmayman. Piyozni anaqadan keyin soling, go'shtdan keyin deb aytman, hammani o'zini ish uslubi bor. Qanaqa qilsak hamchi, hurmatli ayollar, shirin qilib bersak bo'ldi ovqatni. Shirin chiqsa bo'ldi. Men ovqatimdagi bunaqa bo'ladi, qonuni shunaqa degan ovqatim yo'q meni. Zakonim yo'q. Qonun, zakon yo'q. Siz umuman mendan ham shirin qilishingiz mumkin. Sizni uyingizda ovqat umuman boshqacha chiqar, meni uyimda ovqat boshqacha chiqar. Men bir xil masala bo'lsa kerak. Shunaqa gaplar. Yana nimalardir yozishuvdi. Ancha-muncha gap mana yana esimdan chiqdi. Kommentariyani bitta ko'rib qo'ying, choyjon, balki sizga tushar. Kommentariyani ko'rish uchun boshqatdan anaqani o'qishim kerak. Bunga yana bitta video qilar ekanmiz-da. Unga keyin bitta video qilamiz. Shu bilan hammalarning uylariga qut baraka, tinchlik, xotirjamlik, tansihatlikni tilayman. Hamma nimaiki yaxshi niyat qilgan bo'lsa, Allohim xayrlisiga erishtirsin. Xudovanda hammani Allohim qo'llasin. Dunyoga tinchlik bersin, osoyishtalik bersin, bolalar kasal bo'lmasin. Hammani uyiga to'kin sochinlik tilayman. U paxtanishdan yuroqmiz biz. Biz o'zi har kunlik yemishimiz mashi. Mana men bu nonni Buxorodan o'g'lim o'rtog'i berib yuboribdi, onangga olib borgin deb. O'shani hozir qo'yib qo'ydim, non
stolga har doim birinchi o'zbeklarda anaqa toshkentlik emas, umuman o'zbeklarda non qo'yiladi, mehmon kelsa deydi-yu. Nonlarni qo'yib, sizlarni shu dasturxonga taklif qilgim keldi. G'oyibona bo'lsa ham hammanglarga tinchlik xotirjamlik tilayman yana. Hamma o'ylagan niyatiga yetsin. Yaxshilikda ko'rishliklar nasib qilsin Allohim. Sizlarga ham, bizga ham Xudoyim g'oyiblardan yetkazsin. Endi ro'zadan chiqib oldi, odam mana bu kunlisida chanqab, qo'l mevalarga tortyapti endi. Bu endi hayitda pishirilgan narsalar kelinlar pishirdi. Qolgan narsa o'zi uyda bor, hammaning uyida bor. Endi buni hayitga kelinlar pishirdi. Shuni yeb, choy ichib o'tiruvdik-da, kichkina kelinim ojon, shu o'tirishimizdan qolgan savollarga javob berib yuboring deganiga qildim. Hammanglarga yaxshilik tilayman, tinchlik tilayman. Yana bloklarimda ko'rishliklar nasib qilsin. Like bosinglar, podpiska bo'linglar. Shunaqa deylar ekan-ku. Xudo xolisa yana yangi bloklarda uchrashguncha.